Kendinden keyin bormi, nima bo'ladi? Bunga оформление bor faqat. Ishi yo'qda ishlarni qilib kelib cho'tib metal bor. Kraskasi, radnoy joylari ham bormi buni? Joyi Polni kraska. Ustolitrlar qo'yilgan yili 2015. Kecha bitta 15 ga motorlari qanday? Bir yoqing qarimi? Shuni zurkini ham eshitaylik. 2 kun bo'libdi, 8 million xarid qildik, motori bo'ldi. Ha. Kapitanlar ham bo'ldi. Kansanelar ishlayapmi? Bo'ladi, akajon, o'chiravering. Motor aka kelganida motor qilib chiqardik. Qarang. Mehmonsiz. Avvalo rahmat. Hurmat uchun o'sha yoqdan shu yigitga olib boraylik kelganlar uchun ham rahmat. Endi ko'pchilik bosh olgan kelgan, bu yerga hamma Qashqadaryodan emas. Bosh olgan keling, sizlar bir sotib ko'raylik debsizlar. Bizga endi narxlar sal pastroq. Xudo yolg'on chiqmasin, bir guringni aytaman. Endi bugun hali ertalab. Kecha baraka bo'ldi. Kecha 15 ni oldim. Xuddi sizniki yoqqa. 15 ni oldim, faqatgina 3 ta detalli kraskasi bor. Instagramga kecha qo'yilgan savdosi. 61 millionga oldim, undan generalni ham chiqadi. 2015 ikkinchi pozitsiya, konser hamma narsasi bor. 3 ta detalli kraskasi bor edi. 61 million so'mga oldim. Savdosini ham Instagramga qo'yib qo'ydim. Endi mana keldi. Baribir 15 keladi deychidimda, mana izidan keldi, bu polni kraska oldi sotdi bular. Nech pul deysiz aka? Zayn o'zimiz 60 million so'm turibmiz aka. Qimmatlashdi o'zimizga. Bildim. Hozir motor qilib chiqqansiz, boshqa. Ozgina shuya bo'ldi endi, alla berdilar. Motori keldi, motor qilib chiqdik, polni tovozon. Любой joyga motor, korobka, ходовой javobda, lekin kraska sepilgan. Bitta mashinani ko'rib chiqadi, bir savdo qilaman keyin. Deb kimsaki Buxoroga ham bor ekan-ku. Qiynalmasin degan ustalar. Bu yo, unday emas. Bu darvozachilar septirilganmi? Mana darvozachilar septirilgan. Endi ustani ham har xil turi bor-da. Sunnat qiladigan usta bor. Ha, mayli. Endi pulga yarasha mashinada. Shu mashin. Lekin juda chatoq sepilgan ekan. Juda chatoq sepilgan. Reaksiya kirishe deb qo'ygan, nima kapotlar qarang. Bu mamnun reaksiya kirishmaymi degan kraska bu. Tushundingiz? Ham sovuqli ham qilmagan, issiqli ham qilmagan. O'zi lekin bu ja issiq kuni sepilmagan, ja sovuq kun ham sepmagan. Usta bahorga sepganda quritishni 5 sushulka quritib ko'rmoqchi bo'lganda, kraska shuning uchun balqib chiqqan. Buni ham markasi bor. Endi jestanchiklar biladi uni, o'zi qo'shadigan narsasi bor. O'sha narsalarni to'g'ri qo'shish kerak-da. Kraskani ham 5 sushulka quradigan kraskalar bor, unga qo'shiladigan narsasi bor. O'shani qo'shish kerak. Aziz aka, usta, to'g'rimi Aziz aka? O'zini kraskaga qo'shadigan narsalari bo'ladi-da. Bu 5 sushulka quritilgan bu. Bu hozir reaksiya kirishmaymi deb turgan joyida. Ha, bir qish ko'rsa lekin yorilib ketadi. Shunisi bor. Sovuqqa turib bera olmaydi. Bir narx aytaman, mayli balandroq. Mehmonsiz, oldi sotdi qila olaman. Bo'lsa, men 48 million so'm naqd pul beraman, oldi sotdi qila olaman. Bu degani hozir 48 da o'zi kimgadir sotsam ham 8 million xarajat qilsin degani, bu degani 55-56 millionga tushadi kim olsa degani. To'g'ri kelsa 48 million naqd pulga bering, sotuvga qo'yaman, kim olsa 48 million shu mashina. Ya siz hech bo'lmasa 50 sotaman deb turibsiz. 50 olmaydi. 55 ga bermadim. Yo'q, unday demang. Seriozno aytaman. Oldi sotdi 55 lar ham misol qarang. 54 55 ga qoplaydi. 55 ga emas, 54 lar qoplaydi. Uning uchun siz generallarni berishingiz kerak. Uning imkoni yo'q-ku. Men bu tomoni ham bor. 7-8 million dokumentga hozir endi to'g'ri kulgili eshitiladi. Men dokument puliga mashina beraman.
ishoning. Dokument puliga ham misol Matiz beraman, Nexia bir beraman, Damas beraman birlarini. O'zi bir dokument puli bunday o'ylasangiz. Men o'sha pulga beraman lekin. 55 million lekin bermadim aka. So'radi lekin men yo'q. Yaxshi so'ragan ekan. Agar 55 million naqd pulga oldi sotdi qila olaman deb so'ragan bo'lsa berishingiz kerak edi. Oldi sotdiga, oldi sotdiga berdim. Buxoro sal baland ekan sizlar. Bormayam to'g'ri qilmanmi? Bormayam to'g'ri qilmanmi deyman Buxoro. Bizga balandroq lekin. Qiynalib qolganman-da. Bir Surxondaryoga bordim-da, boshqa viloyatga bora olmay qoldim. Chunki majburlaganda bo'lib qolaman-da, ularni mashinani. Majburlaganda bo'lib qolaman. Men sodamga lo'chaqa tirikchilik rasta qilurga yaxshi ekan. Sotaman degan o'zi keladi. Sotaman degan odam o'zi kelibdi. Buxorodan kelyapti, Navoiydan kelyapti. O'zidan chiqish kerak-da. Mana bir viloyat bo'layotgan bo'lsa, viloyatni o'zidan haqiqatan sidqi dildan ishlayman deb chiqish kerak. Aziz aka. Misol Qashqadaryoda mashin ko'pki sotayotgan, juda ko'pki. Men baribir chiqdimki o'zi отдельный yo'nalish qilib. O'shanda mana Buxoroda o'zidan, Samarqand o'zidan, Surxondaryoda o'zidan ham bir yigit qo'yib keldik. Amallayapti qo'ldan kelgancha. O'sha viloyatda o'zidan bir kishi chiqib ishlasa, u eplab keta oladi. Boshqa qiyin bo'ladi lekin. 2 oy, 3 oy tanqid ostida ishlanadi-da bu ishni qilgandan keyin. Chunki eplalmaysan, qilolmaysan, tanishingiz ko'rsatadi. Endi sen qoluvding shu ishni qilmagan. Har xil malomatli gaplar tayyor bo'lish kerak odam. Keyin men Instagramdan tushungan bo, tushunmagan bo, keyin so'kayotgan bo, so'kmayotgan bo, iloji boricha kommentariy o'qimaslikka harakat qilish kerak. Chunki men ham kommentariy o'qirsam, ishlagim kelmay qoladi. Bir qaysidir ahmoqdi deb ish tashlab keta olmayman-ku, uni gapini gap desam. Lekin bir yigit bor yomon so'kkan ekan, o'zi yozganman, atvet qila olmayapti. Ana shu yigitni bugun kechga Instagramga chiqaraman. Shu yigit vallomatmi bilmadim. Oddiy ihson qilingan video so'kib taylayapti. Endi unday qilinmaydi, so'kilmaydi. Savdolarga kirib so'kib taylab yozyapti. Men u narsani kovla-kovlachisi emasman. Men uni через milsalar orqali ham topmayman. Shunday topaman o'zi keladi u yigitni. Lekin Instagramga shu kun kechga shu yigitni rasmini chiroyli qilib tushirib olganman. Chiqaraman. Telefon qil deb nomerimni yozganman, kechgacha kutaman. Telefon qilsa qildi shu yigit. Qilmasa shunday chiqozaman o'zi topib kelaman. Bir qilmay yo'lini qilamiz-da, qandaydir qilib. So'kib tanimayman aka, rasmi turibdi lekin. Unda so'kinmaslik kerak-da. Mayli aka, insof bilan desam, boshqa narsangiz kimnidir molini yerga uryapsiz desam, bunaqachun gaplar bo'ladi endi. Sotuvchilar tomonidan. Bo'ladi, uni ko'tarsa bo'ladi, lekin onadan so'kish yaxshi narsa emas. Yaxshi narsa. Hammaning ham onasi bor-da. Ular inani o'zi suqmaydigan yigitlar deb bilaman, kim bo'lsa ham. Lekin o'g'il bola. Aka, nima deysiz buni? 48 million beraman. Berolmaysiz. 50 dan kamay berish niyatingiz yo'q sizda. Bilib turibman. Men emas aka 55 ga seryoz bermadim. Aka hazilga aytmayman. Bermadim, ana so'rab keldilar, ko'rdilar, ustalarini keltirdilar. Bermadim aka, seryoz aytaman. Hazilga emas. Men ham bir marta mashinamni baland pul so'rashganda bermadim. 3 kun bo'ldi sotib yubordim arzon. Ketgan narsaga achinilmaydi. O'tmishga yoki e'tibor qilyapmang. Sizga yangi aytayotgan gapi bo'lmaydi. U odam ketdimi, ketdi. Bo'ldi, kelayotgan narsaga qarab harakat qilaylik. Borini ayting, nech pul bo'lsa sotasiz? Men shuncha bo'lsa sotaman deng, mehmonsiz. Men shuncha bo'lsa aka, mayli oxiri beraman deb bir narx aytingchi, bir aytib ko'ray. 50 cha sotiladi. 55 aka o'sha oxir bermadim, pulni beraman mayli aka. 55 bo'lsa berasiz. Ish nima ishda? O'zi ishingiz nima ishda? Rossiya qilaman aka. Katta mashina haydaysiz? Rossiya qilaman. Yoshligimda Rossiya qilaman. Dadamdan o'zlari sho'xirlar. Ha, omon bo'ling. Xo'p, bir aytib ko'raman. Uni ham o'g'illik akamiz o'zimiz ham motorni aytmagan edi, motor remont qilib, o'zi ham ko'rsa kerak baribir. O'sha moshina furish ekan o'zi ham. Samarqand ekan, Eron ekanmi, o'g'illik o'zimiz ham tushdik-da aka. Ha, mayli aka. U yutdim deb o'ylagani bilan asli siz yutgan bo'lasiz. Hech o'ylamang. Xo'p, akalar ko'ringlar 2015-yil Cobalt ikkinchi 1 yevro ekan, 2 emas, 1 yevro bu degani orqasi misrofga bo'ladi, konditsioneri bo'ladi buni. Oldi knopka bo'ladi. 1 yevro 2015-yil yurgani qancha edi? 290. 3 kun yurgan motorlari qilingan ekan.
Kraska polni kraska asli jit bo'lgan. 55 million bo'lsa beraman deyaptilar. Agar Cobalt arzonroq olaman degan odam bo'lsa ko'rsin. Men sotib olgan taqdirimga ham bugun o'zini pulga sotaman. Endi salgina o'rtamizga nima deydi, kelishmovchilik bo'lyapti, narx borasiya. Agar sizlar to'g'ri kelsa olinglar, 55 million bo'lsa sotaman deyaptilar. Haq rost. Oldi sotdi bo'lar ekan. Oluvchilar bo'lsa bemalol ko'rsin, mehmon yigit ekan. Buxorodan kelibdilar. Bormi ichimizga oluvchilar? Akalar 55 million pulga. Cobalt 2015. Yo'lga kelguncha nimalar o'ylab keldi? Sotaman deb keldingizmi? Aniq sotaman dedingizmi? Ya siz moshin bilan qaytib ketsammikan deb o'yladingizmi yo yarim yo'lda? O'ylamadingiz. Hozir qarang, siz Qashqadaryoga keldingiz, keling bunda keling. Yuring-da. Faqat chalg'ib qolmang, xo'p? Ko'p kishi chalg'ib qoldim deydi-da. Chalg'ib qolish yaxshi narsa emas. Chunki men o'zbekcha talaffuzim. Qarang, hozir 55 million dedi, mana birgalashib aytdi. Baribir juma kuni, yaxshi kun, xayrli kun, eng yaxshi ko'rgan kunim. Balkim siz ham shu kunni yaxshi ko'rarsiz. 55 million dedi, yana hech kim qimirlamayapti-ku. Hozir misol men ketdim deylik. Keyingi mashina yo ichkariga kirib turaman, mashina kelguncha. Kimdir kelsa-da sizga misol 55 million pulim yo'q do'stim. Men siz Buxorodan bo'lsangiz, men Samarqanddanman. Qashqadaryoga ko'rishdik. Hech bo'lmasa bir 2 million o'tib bering desa beralasizmi shu odamga? 53 million pulim bor edi. Dokumentlar pulim yetmaydi desa sizga. Bir bermaysizmi baribir? Aytolman ko'z. Yo'q, menga aytibsiz. U odamga ham aytasizmi shunday deb? 1 million aytib berib bilan undan ziyod aytolman. 1 million. Undan ziyod aytolman. Bo'ldi, qarang, Samarqandlik uchun 1 million 30 endi eshiting. Xuddi shu narsani Surxondaryolik odam aytsa. Kim aytsa, endi aytolmayman. Samarqandga 1 million 30. Surxondaryolik odam so'rasa-da endi. Endi Surxondaryolarga qarshilik so'raydi, Ya, hali shoshmay turing. Qarshiliklar 48 so'rab turibdi, bermayaptilar-ku. 54 bo'lsa beraman deb aytaydingizmi u odamga? Tamam. Yo, qarang, keyin o'sha pulim yetmayapti-ku aka, 1 millionginani o'ting, mana bor pulim shu deb sizni oldingizga pulini qo'ysa. Aytolmayman, jonim aka. Shu 1 million uchun 1 million uchun sotmay ketasizmi keyin? Yo, minaman deb olgan edim akajon. Men motor remont qildik akajon. Men bildim. Любой bitta ustoz. Shopir odam ekansiz, eshiting. Siz yaxshi odamsiz. Men bilaman, siz yaxshi odamsiz. Chunki texnikani ketidan tirikchilikni qilgan odam yaxshi odam. Musofir bo'lib kelib yuribsiz. Eshiting, bir ko'ring-da. Mayli, bir ish qilaylik. Men siz sezilmayapti. Men o'zimni kiyimimdan tushdimda, sizni kiyimingizga minib olganman. Rosta men yo'lni bilaman-da. Eshikda mana ishonman, siz tomonman. Keling bir ish qilaylik. Shu 2 milliongina kami aytib ko'raylik shuni. Sotilsin, menga pulingiz kerak emas. Siz sotib xursand bo'lib keting deyapman. Qashqadaryoga kelib sotmay ketdim demang deyapman. Bir hech bo'lmasa qarang, mayli. Aka, Alloh nazli tushsa 1000 so'mingiz million so'm bo'ladi. Nazli tushmasa million so'mingizni bir kunga emas, bir minutga olib qo'yadi. Keling shuni bir 53 deb aytib ko'raylik, siz soting iloyim. Men sotilishga da'vogarman. Olishga emas, olishga bera olmadingiz menga. Men savdom qoldi, bo'ldi, ketdi. 48 bir chekka surib qo'ydim. Ungacha bermaysiz baribir. Hech bo'lmasa bir 2 million arzon aytib ko'raylik. Olsin deyapman. Men harakatim siz tomon. Tushundingiz? Nima deyman, bilmadim, dadamni ham bir harakat qilib ko'raylik. 53 ham deb ko'raylik, balkim birorta olar. Amaki, assalomu alaykum. O'g'lingizmi? Yaxshimisiz, sog'misiz? Omonmisiz? Keling, amaki, yaxshimisiz? Sog'lik yaxshi. Assalomu alaykum. Ya, dadam bilan kelgan demaysizmi? Bachalar bilan gaplashtirib qo'yibsiz. Keling bu yerga. Keling, amaki. Mana qarang. Puli kuyadimi, moli kuyadimi? Aka, otasimisiz? Shu gapni o'zi yetadi. Joni ham sizniki bu yigitni. Moliki moli. Agar meni otam tirilib kelsa, molimni emas, umrimni beraydim. Nima siz o'g'lingizni oldiga chiqib savdo qilmaysiz? O'ziniki bu biladi demang, siz bilasiz. Sizniki agar shuni ihson qiling, shu bala gapirmasligi kerak. Aslida. Bunday demang. Men siz bilan gaplashaman. Bachalar oldimga qo'ymang. Qarang, mayli, hazil. Xursand bo'ling. Yaxshi yigit o'stirgan ekansiz. Malades, yoqdi xarakteri. Aka, 55 deyaptilar-da, mayli 54 deyaptilar. Men bir ish qilaylik deyapman. Men o'zimni savdomga to'g'ri kelmadi. Soting. Bir viloyatdan kelibsiz. Sotilish da'vo